قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah'ın fazl merhameti bilen bugünden itibaren Sünen İbn Majah'ni şerhleşne başlayımız. Aldı bilen Sünen İbn Majah'ni kısa düşendirivetsem, Sünen İbn Majah namlıq bu kitap, bu hadis kitabı 6 tane sahih hadis kitabının 6-cısı hesaplanıdı. Yani Sahih-ul Bukhari, Sahih Muslim, Sünen Ebu Davud, Sünen Nisai, Tirmizi ve Sünen İbn Majah bu 6 tane sahih hadis kitabının 6-cısı hesaplanıdı. Muallifiga kelsak, muallifi İbn Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazvini. İbn Majah deb atilishidagi sabab dadisi Yazidning ismi Majah bo'lganligi uchun Majahning o'g'li deb İbn Majah degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu kishi hijratning 275-yili vafot bo'lgan. Ba'zi olimlar Sunan Darimi Sahih 6 kitobning 6-chisi deb qaraydi. Bu ijtihodiy masala. Ama ko'pincha olimlar Sunan İbn Majah 6 sahih hadis kitobning 6-chisi deb qaraydi. Gerçi bu kitapta azgina to'qilma hadislar bilan, yolg'on hadislar bilan, ojiz, zaif hadislar bor bo'lsa-mu, ammo asosiy jihatdan asosli hadislari sahih hadis bo'lganligi uchun sahih hadislar to'plami deb qaraladi. Bu kitapta 4341 dona hadis bor. Sunan İbn Majah ahli sunna val jamoaning tanıdigan Qur'on kitoblarining qatoridan hisoblanadi. Sunan, sunnat degan so'zning ko'pligi, ya'ni sunnatlar degan gap. Bu kitobdagi hadislarni İbn Majah rahimahulloh to'plagan bo'lganligi uchun İbn Majahga nisbat berilib, Sunan İbn Majah deb ataladi. Sunan kitoblar degan hadis atalg'usida kitoblardagi hadis boblarining tartibi, fiqhdagi fiqh boblarining tartibi bo'yicha kelsa, biz bundaq kitoblarni Sunan kitoblari deb ataymiz. Masalan, fiqhida oldi bilan tahorat bobi deb keladi, uningdan namoz bobi deb keladi, uningdan ro'za bobi deb keladi, uningdan zakot, haj, uningdan savdo setiq, tijorat, muomalat mushu tartib bo'yicha keladi. Sunan kitoblaridagi hadislarning tartibimi mushu tartib bo'yicha oldi bilan tahorat, uningdan namoz, uningdan ro'za qatorliq mushu tartib bo'yicha keladi. Ya'ni fiqhidagi boblarning tartibi bo'yicha keladi. Biz bundaq kitoblarni Sunan kitoblari deb ataymiz. Allah subhanahu wa ta'alaning bir bandani Qur'on ilmi o'rganishga va hadis ilmi o'rganishga muvaffaq qilganligi Alloh taolaning u bandiga ato qilgan katta in'omlarning qatoridan. Undaqda darsimizni boshlasak, Bismillahirrohmanirrohim. Al-muqaddima. Kirish so'z: Babu ittiba'i sunnati Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergashishning babi. Sunnat degan yo'l degan gap. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoluğa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlagan yolğa, hidayetke ergişiş deganlik buludu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoluğa ergişiş qandaq buludu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurganını qilish, çekligenden yeniş bilen buludu. Amellerimiz Allah'ın huzurida qabul bo'lish uchun ikki shart kerak buludu. Birisi ixlos, ya'ni amallarimizni Allah roziligi uchun qilishimiz kerak. Ikkinchisi amallarimizni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergishib, ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan yo'l bo'yicha, shu shariatga tushirib turib, shu yo'l bo'yicha qilishimiz kerak. Bu ikkisining qaysi birisi tepilmasa, amal qabul bo'lmaydi. Masalan, bir banda bir amalni Allah rizoligi uchun xolis niyat bilan, ixlos bilan qilgan bo'lsa-mu, ammo Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan yo'l bo'yicha qilmaydigan, uning bu amali qabul qilinmaydi. Yana u banda u amalni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergishib turib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buyurgandek, ko'rsatgandek qilgan bo'lsa-mu, lekin ixlos tepilmaydi ekan, Alloh roziligi ko'zlanmaydi ekan, uning bu amali qabul qilinmaydi. Birinchi hadis. ابن ماجه رحمه الله شندختيدو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن ماجه أستاذي أبو بكر بن أبو شيبة. ابن أبو شيبة أستاذي شريك أستاذي أعمش أستاذي أبو صالح أستاذي أبو هريرة رضي الله عنه bu hadisni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den anlagan ve onundan keyingi şagirdlarga sözlep bergen.
Şagirdlariga so'zlab berib, ular yana o'zining shogirdlariga so'zlab berib, oxirida Ibn Majah rahimahulloh anglab bu hadisni xotirlagan va bizga yetib kelgan. Abu Bakr ibn Abu Shayba ismi Abdullah ibn Abu Shayba. Ibn Abu Shaybaning Musannaf ibn Abu Shayba deb bir mashhur kitobi bor, ya'ni hadis haqida yozilgan bir kitobi bor. Bu Sharikul Qodi degan ism bilan mashhur, ya'ni bu kishi Sharik degan kishi Kufada qozilik qilgan. Kufaning faqih olimlaridan biri hisoblandi. Sharik ibn Abdullah an-Nahaini hadis olimlari Sharik qozilik ishlari bilan aldirish bo'lganligi uchun nurg'un vaqtini qozilik ishlariga ajratgan, hadis takror qilishga ko'p vaqtini ajratolmaydi. Shuning uchun bu kishining hadisi da'if deymiz degan. Gerçi hadis olimlari mushu sababdan Sharikni hadis da'if kishi deb qaragan bo'lsa-mu, ammo bu hadis boshqa yo'llardan rivoyat qilingan. Ya'ni mushu hadisning matnining o'zi boshqa yo'llardan rivoyat qilingan. Shuning uchun bu hadis sahih hadis hisoblanadi. Anil A'mash Sulayman ibn al-Mihron al-A'mash bu kishi fiqh olimi, qiroat olimi va hadis olimi. An Abi Salih, ya'ni Abu Salih taqvodorlik bilan mashhur kishi. Bu kishining taqvodorligining misollaridan bir kuni imom masjidga kechikib qolgan. Shuning bilan Abu Salih degan bu kishi imomning o'rnida imom bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lgan chaqda bek qattiq yig'lab ketib namozni o'qiyolmay qolgan. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu mashhur sahobalarning biri, ismi Abdurrahman ibn Saxir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mushukni yaxshi ko'rganligi uchun mushukning dadisi degan bu ismni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'yib qo'ygan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ko'pincha vaqtini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis o'rganish uchun ajratgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nerda bo'lsa shu yerga hozir bo'lib hadis o'rgangan. Va tabiinlardan 800 ga yaqin tabiin Abu Hurayra radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilgan. Demak, Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bayrog'ini ko'tarib mang'uvchilardan biri bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Ma amartukum bihi fakhuzuhu va ma nahaytukum anhu fantahu." Men sizlarni qandaq bir ishga buyurgan bo'lsam, sizlar uni qilinglar. Qandaq ishdan cheklagan bo'lsam, sizlar uningdan yeninglar. Suyimli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohning buyruq farmonlarini bizga yetkazadigan elchisi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hargizmi o'zining havoyi havasidan so'zlamaydi. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya'ni Alloh taolaning vahiysidan so'zlaydi, hargizmi havoyi havasidan so'zlamaydi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buyurgan buyruqlar Allohning buyruqi, cheklagan cheklamalar Allohning cheklamalaridan iborat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning buyurganlarini qilish, cheklaganlaridan yenish, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'liga ergashish har bir musulmon ayolga farz. Chunki bu vaqt Alloh taolo "Va ma ataakumur rasulu fakhudhu va ma nahakum anhu fantahu" deydi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarga qandaq bir narsani olib keladi ekan, uni chang tutinglar, ya'ni buyurganlarini qilinglar, qandaq bir narsani to'sadi ekan, uningdan yeninglar deganlik bo'ladi. Men Allohni yaxshi ko'raman degan kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'liga ergashish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'liga ergashish, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini qilish, cheklaganlardan yenish bilan bo'ladi. Chunki bu vaqtda Alloh taolo "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni" degan. Ya'ni ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, undaqda menga ergashinglar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashish Allohni yaxshi ko'rganligimizning isboti bo'ladi. Men Allohni yaxshi ko'raman, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'raman degan kishi chuqum payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'liga ergashish kerak. Ya'ni yuqorqi oyatdan shunday mazmunni tushunib olsak bo'ladiki, bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'liga qanchaki ching esilgan bo'lsa, uningga Allohga bo'lgan muhabbati shuncha kuchli bo'ladi. Shuning bilan bugungi dars mushad oxirlashdi. Alloh taolo hammamizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'liga ergashib, amallarimizni ixlos bilan Alloh rizoligi uchun qiladigan kishilarning qatoridan qilsin. Oliy Firdavs jannatlarini hammamizning oxirgi joyimiz qilib bersin. Subhanak Allohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk.